Hammaga salom o'rtoqlar. Shu deseli kechadan kichkina qizim bog'chaga ketgan. Katta qizimni birinchi marta bog'chaga berganimda yig'lab, sog'inib, ezilib o'tirganman. Bunisida ham shunaqa bo'larmikinman desam, ko'rib turganinglarda zerikishga ham, sog'inishga ham vaqtim bo'lmadi. Xullas, ertalab hammani ishga bog'chaga kuzatib, ko'chadagi ishlarimni bitirib keldim. Ko'chada issiqda charchab uyga kelganimdan keyin qanaqa kayfiyatda uborka boshlaganimni tushunasizlar-ku. Men qilmasam hech kim qilmaydi deb bir chekkadan uborkalarimni boshladim. Qolgan xonalar top-toza, oshxona bilan shu xonani tozalab olsam bo'ldi deb o'zimga motivatsiya berib qo'ydim. Bolalarimni albatta yaxshi ko'raman, lekin ular bog'chadaligida ishlarim tezroq bitayotganga o'xshaydi. Xullas, oshxonani yaxshilab tozalab, daroshkalarni oqtashab, yaxshilab shkaflarni taglar bilan plissos qildim. Bitta texnikalar, oynalarni yaxshilab changlarini artib oldim. Hech qanaqa stress sepmasdan salfetkani o'zida artsam ham yaltiraydi. Alisam ham changlarini artdim. Menga xursandligidan muzika ham qo'yib berdi. Gullarimni ustini ham changini muzdek dushda yuvib chiqdim. Ularni suv tushguncha pollarni artdim, daroshkalarni qo'ydim va daroshka gullarimni o'zini joyiga qo'yib oldim. Eng oxirida musor tashab kelishga ham ulgurdim. Qoyilmisizlar? Xullas, sizlarga savolim, sizlar ham farzandinglarni birinchi marta bog'chaga berganinglarda siqilib, sog'inib, ikkinchisida uncha bilinmaganmi? Kommentariyada yozib qoldiring.